şu. Nasıl gel hormeli? Üstdagi savol sizga. Oddiy stechka bilan, mana bunaqa yer stechkasi bilan bu stechkani farqi nimada? Qani gapiringchi. Farqi tashga kirgizolmaymiz, araba bilan qo'yolmaymiz. Buni juda ehtiyot bo'lish kerak, a. Mashlangan bosqichga bo'lmaydi. Ha, qarang, oyog'ini uchi bilan yuradi-da bu yerda. Hisobiga qiyin. Bu narxi ham boshqacharoq, a, sali. Bo'yida yuradi, bu 80-90 ming yuradi kvadrati. Chunki javobgarlik katta deymi, to'g'rimi? Tekshirsa bu ustani bo'yniga qolardi narsa. Ha, biz chunki tekshirib, atmosfera urib, davleni berib qo'yganmiz. Bu yog'i narxi dvoynoy bo'ladi. Sababi endi bu ustalar bu shlankaga javobgar bo'lib qoladi. Ha, yurishda, cheligini qo'yishda, chelaklar ham spesialniy plastmas bo'ladi. Ana temir chelaklar bo'lmaydi. Qo'yganda mana yigitning qo'li charchab qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Temir chelak kesaveradi. Zarar yetkazadi. Hop, bizda mana qaranglar. Hamma mana bu uydan chiqqan hamma trassalar chiqqanda bu yerda hammasi bir-biriga ulanib, kirallar qo'yilib, alohida mabodo qaysi konturda utechka bo'layotgan bo'lsa, o'shani bekitib qo'yib, topib olish uchun shu utechkani bartaraf qilishga. Endi bu yerda bizda davleniya berilgan. Davleniya ham mana 8 bar. Bu yerga ketayotgan trassamizni ham общий hozir to'plab bo'ldi. Hammasini apresyovka qilib, kompressorda tayyor qilib qo'yganmiz buni. Podol tizimimizda mana bunaqa to'plab bo'lgan. Sokulni etajimizda to'plab bo'lgan hammasi bo'lgan. Bu yoqda fundament bo'lgani uchun o'yilmadi. Mana shunaqa turbani ichidan bundoq tushirib, pastdan chiqarib qo'ydik. Mana shunaqa resheniya qilib qo'ydik. Bu birinchi uy, bir qavatli uyimiz. Bu hol, kiraverish, mana bu zinalarni perillar qo'yiladigan joylari qoldirilgan deb. Mana bu yerdan umumiy batareya, issiq suv, to'plab bo'lgan magistral turbalar yurib kelyapti. Mana shu podoldan mana bu tarafdan kotelnidan yeri tagida kanalizatsiya turbani qo'yib, ichiga shaxta vazifasini bajaradigan sistemani qilib olganmiz. Batareyalarimiz diagonal hammasi. Bu zalimiz. Trassalar hammasi magistralga kirib tarqalib ketyapti. Hop, batareyalar bir-biriga simmetrичный bo'lish uchun diagonal qilingan. Termogolovka yonma-yon. Hop. Sanuzulda 3 ta bu sanuzulni o'chiradigan avariyniy krani, issiq suv resirkulyatsiya, sovuq suv. Dushovoy, dushni, rakvina, kirmoshina, sushilka, BD, unitas hamma narsa cho'pil pol traplarigacha tashalgan. Endi mana bu kollektorimiz oddiygina, soddagina. O'sha kranlar bilan yig'iladi. Endi bu xonamiz. Panelli radiator bu yerda ham hammasi cho'tki. Bu yerda mana hamma magistral mana shu yerdan podoldan kirib tepaga chiqib ketgan.